Yoshi katta ota-onalarimiz injiq bo'lib qolishadi. Hammaga ma'lum bu narsa. Inson qancha yosh ulg'aygan sari, ya'ni yoshlikka qaytadi, injiqlashadi, qaysarlashadi. Endi yoshi katta ota-onalarimizni injiqliklariga chidashimiz uchun bizda nima bo'lish kerak? Ya'ni insonda nima bo'lish kerak bunga chidash uchun? Desa, vijdonmi desa yo'q, sabrmi desa yo'q. Chunki bular ham qatgachadir-da. Sabr ham qatdadir tugaydi. Xo'p, unda ota-onalarimizni injiqliklariga chidashimiz uchun bizda nima bo'lish kerak? Desa, bizda iymon bo'lish kerak. Iymonimiz bo'lsa, iymondan kelib chiqib ota-onamizga yaxshilik qilamiz. Ota-onamizga sabr qilamiz. Men bitta ayanchli narsa eshitib qoldim. Yaqinda eshitdim. Millati o'zbek, o'zini musulmonman deydi. O'lsam menga janoza o'qilsin deydigan odam. Ya'ni bitta o'g'il ayolini gapiga kirib, ota-onasidan ro'zg'orini отдельно qilgan. Bitta uyda yashaydi, bitta hovlida yashaydi. Lekin ota-onasi bilan qozonini отдельно qilgan. Ota-onasi pensiyasiga alohida yashaydi. O'g'li ayollari bilan, farzandlari bilan alohida ovqat qiladi. Bitta uyda yashab, o'ylab ko'ring. Shu narsaga borgan. Keyin ota-ona aytganki unga, senga og'irligimiz tushibdi shekil. Bir uyga chiqib ketaylikmi, arendaga topib. Yoshimiz katta bo'lib qoldi. Seni qiynab qo'yamizmi, bolam desa, u bola nima debdi? Ertasi kuni kelib, nima qildinglar? Uy topdinglarmi, chiqib ketasizlarmi debdi-da. Shunaqa bir g'azablandim, shunaqa achindim, shunaqa farzandga. Men nima degan bo'lardim shunga? Ota-onangga qilgan muomalangni hech qachon unutmagin. Mabodo unutib qo'yadigan bo'lsang, xotirjam bo'lgin. Senga farzandlaring bir kun eslatadi. Ota-onangga qilgan muomalangni farzandlaring albatta senga qiladi va albatta farzandlaringdan ko'rasan.